Qaranglar, mana Rasulullohning o'lchovida, shariatning o'lchovida kim eng baxtli odam? Kim eng boy odam? Rasululloh aytibdilar, kim qalbi xotirjam bo'lib, badani ofiyatda bo'lib, bir kunlik taomi bor bo'lib tong ottirgan bo'lsa, go'yo u uchun dunyo keng bo'libdi. Demak, birinchisi, yurti tinch, boshida tomi bor, tani sog', bir kunlik ovqati bo'lsa, eng boy, eng xotirjam odam shu deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Shu o'tirganlarning ichida deyarli hammamizda mana shu narsa bor. Yurtingiz tinch, taningiz sog', bir kunlik ovqatingiz bor. Yo'qmi yo'q? Bora. Rasululloh aytibdilar, eng boy odam shu. Eng baxtli odam shu. Sezamizmi shu baxtimiz borligini?